Konstitutsiya lotinchadan konstitutsion tuzilish, tuzuk degan ma'nolarni anglatadi. Konstitutsiya davlatning asosiy qonuni. U davlat tuzilishini, hokimiyat va boshqaruv organlari tizimini, ularning vakolati hamda shakllantirilish tartibi, saylov tizimi, fuqarolarning huquq va erkinliklari, jamiyat va shaxsning o'zaro munosabatlari, shuningdek, sud tizimini hamda davlat va jamiyatning o'zaro munosabatlarini belgilab beradi. Konstitutsiyani yaratish yo'lidagi birinchi huquqiy qadam o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishidir. 1992-yil 8-dekabr kuni bosh qomusimiz qabul qilindi. Shu kundan e'tiboran 8-dekabr umumxalq bayrami deb e'lon qilindi. Mustaqil O'zbekistonning birinchi konstitutsiyasi yangi mustaqil jamiyatning ishonchli huquqiy kafolatlarini shakllantirdi va mustahkamladi. 2023-yil 30-aprel umumxalq referendumi orqali yangi tahrirdagi konstitutsiya qabul qilindi. Bu yangi tahrir konstitutsiyaning taxminan 65% qismi yangilanganligini bildiradi. 8-dekabr O'zbekistonda Konstitutsiya kuni sifatida keng nishonlanadi.